Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun Al-Xorazmiy Prezident maktab testlaridan ma'lum variantlar tahlil qilamiz. Bugun Al-Xorazmiy testidan 9-variantning mana shu misollarini tahlil etishga beraman. Xo'sh, birinchidan ikkinchi misolimiz. Ya'ni mana shu ifoda berilgan ko'paytma holatda, ya'ni 21 ga va mana bu ko'paytmalar berilgan. Demak, mana shuni hisob-kitobini qilishimiz kerak. Endi buni siz osonroq yo'lini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilasiz? Taqsimot qonunini qo'llaysiz. Ya'ni qarang, mana bu ikkita juftlikka qaraydigan bo'lsak, ikkalasida ham 17 bor ko'paytmalar. Bu ikkalasiga qaraydigan bo'lsak esa, ikkalasida ham 15 bor. Bu ikkalasida esa ikkalasida ham 13 bor ekan. Mana shu bir xil sonlarni demak qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Boshladi. Demak, 17 ni chiqaradigan bo'lsak, qavsachamiz 21 bilan 18 qoladi. 21 minus 18 qavs yapamiz plus. Endi bunga o'tadigan bo'lsak, bu ko'paytmada ikkalasidan 15 bor. 15 chiqarib olamiz. 15 ni chiqaradigan bo'lsak, demak bunda 17, bunda esa 14 qoladi. 17 minus 14. Davomida qo'shilgan. Endi demak, bunga o'tadigan bo'lsak, bu ko'paytmada 13 bor ikkalasida. 13 ni chiqarib olamiz. Chiqaradigan bo'lsak, 18 dan 15 ayirmasi qoladi. 18 minus 15. Ana endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 17 ko'paytirilgan. 21 dan 18 ayiramiz. 3 qo'shilgan 15 ko'paytirilgan. 17 dan 14 ayiradigan bo'lsak, 3 va qo'shadigan bo'lsak 13. 18 dan 15 ayiradigan bo'lsak 3 bo'lar ekan. Endi bu ifodada ham hammasini 3 bir 3 ta qavsashga chiqarib olamiz. Natijada 17 qo'shilgan 15 qo'shilgan 13 degan ifoda qoladi. Endi 3 ko'paytirilgan. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 17 ga 13 30 bo'ladi. 30 ga 15 45 bo'lar ekan. Va 3 ni 45 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 135 degan javob chiqar ekan. Va bu javobimiz D varianti ekan. Va keyingi misolimiz, ya'ni 4-misol. 4-misolda ham qarang, ya'ni 33, 34, 35 va hokazo 72 gacha bo'lgan sonlar ketma-ketligi berilyapti. Mana shu ketma-ketlikning raqamlarini qo'shib chiqilyapti. Buni qanday qo'shamiz? Ya'ni 33 ning ikkita 3-ni, 34 ning 3-ni, 4-ni, 35 ning 3-ni, 5-ni va hokazo mana bu yerda to 36, 37, to 40, 50 hammasi to 72 gacha mana shu sonlar bor. Endi hammasini bittalab qo'shib chiq deyapti. Lekin biz bittalab qo'shib chiqib o'tirmaymiz. Bu holatda vaqtimiz juda ko'p ketadi. Shuning uchun matematik usulni qo'llaymiz. Usulimiz quyidagicha. Ya'ni 33 olamiz. 33, 34, hokazo deylik 39 gacha yetadigan bo'lsak, demak 33 dan 39 gacha, demak hammasini oldida 3 bor. Demak nechta 3 bor? Ya'ni 33 dan 39 gacha nechta son bor? Ya'ni 39 dan 32 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu yerda oldingisida 7 ta son ekan. Demak 7 ta sonda hammasi 3 3, demak 7 ta 3 bizga 21 bo'lar ekan. Qo'shamiz. Ana endi 3, 4, 5 hokazo ularni qo'shadigan bo'lsak, biz aniqlaganmiz, ya'ni 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'ilsa 45 bo'lardi. Endi mana bu yerda 0, 1, 2 ni olib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 3, 45 dan 3 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 42. 42 bo'ladi. Va bu ikkalasini yig'indisi 21 ga 42, 63 bo'lar ekan. Endi mana bu yerda, ya'ni 40 dan boshlab 40, 41, hokazo to 49 gacha. Hammasini oldida demak 4 bor. Endi 40 dan 49 gacha demak 10 ta son bor. 10 ta sonning hammasida 4 bor. Demak 10 ta 4imiz 40 qo'shilgan. 0 dan 9 gacha har doimgidek yig'imda 45 bo'ladi va ikkalasini yig'indisi 40 ga 45 qo'shadigan bo'lsak 85 bo'ladi. Endi 40 dan 49 gacha 85 bo'ldi. 50 dan boshlab deylik 59 gacha. Endi bunda ham demak 10 ta 5 bor. 10 ta 5imiz 50 bo'ladi. Qo'shilgan 0 dan 9 gacha har doim 45 qo'shadigan bo'lsak 50 ga 45 95. Demak endi mana shu o'rtasi qonuniyatga bo'ysunib qoladi. Ya'ni 85, 95, 10 ta 10 tadan ortib ketaveradi. Demak mana bu yerda
60 dan boshlab to 69 gacha yig'indimiz. Demak, 10 ta 6miz 60, 60 ga 45 ni qo'shadigan bo'lsak, 105 bo'ladi. Endi mana bu yerda 70 dan to 72 gacha bo'lyapti. 70, 71, 72 deylik. Endi bu yig'inda demak 3 ta yetdingiz, 21 qo'shilgan 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsangiz 3 va 21 ga 3 qo'shadigan bo'lsangiz 24 bo'lar ekan. Endi mana shuning hammasini qo'shib chiqasiz, ya'ni 63, 85, 95, 105 va 24 larni bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, mana shu raqamlarning yig'indisi kelib chiqar ekan. Hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak, hisoblaydigan bo'lsak, 63 qo'shilgan 85 qo'shilgan 95 qo'shilgan 105 qo'shilgan 24. Xo'sh, 95 ga 105 qo'shadigan bo'lsak, 200 bo'ladi. 200. 200 ga 85imiz 285 qo'shilgan 63 ga 24imizni qo'shadigan bo'lsak, xo'sh, 87 bo'ladi. 87 va 285 ga 87 ni qo'shadigan bo'lsak, 367, 372 bo'ladimi? Hemen 372. Xo'sh. Demak, 372 degan javob bizlarda javobda bo'lar ekan. Demak, mana shunday tipdagi uzun sonlar berildi, ketma-ketlik beriladimi? Mana shunday qilib, ya'ni usulda qo'llab biz javobni bemalol chiqarar ekanmiz. Buni yana bittalab qo'shib chiqaman desangiz, qo'shib chiqish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Tushunarli? Demak, mana shunday tipdagi misollarni mana shunday holatda ishlab qo'yar ekansiz.